hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumati Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti 26-iyul seshanba kuni Nyu-Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh shtabining oldida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson huquqlari komissari Mashal Bacheletni Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi haqida doklad e'lon qilishga chaqirib namoyish o'tkazdi. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer apandi axborot e'lon qilib mundaq dedi. 1949-yilning oxirlari Xitoy Kompartiyasi mustaqil Sharq Turkistonni ag'dirib tashlab ishg'ol qilib oldi. O'tgan 72 yilda Xitoy va uning kompartiyasi Sharq Turkistonda rejimsizlarcha ishg'ol, mustamlika faoliyati olib bordi. Xalqaro jamiyat buningga sukut qildi. 2014-yil 5-oyda Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata umumyuzlik irqiy qirg'inchilikni boshlatdi. Millionlagan begunoh Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarni terrorizm va oshqo'liqqa qarshi turishni bahona qilib, jazo lagerlari, turma va majburiy emgak lagerlariga qamab, minga yuyish, organlari uchun o'ldirish, tajovuz qilish, tug'mas qilitish, o'lim jazosiga hukm qilish qatorliq chekidan oshgan zulm vahshiyliklarni yurgizdi. Afsus, 8 yil burun boshlangan bu vahshiy irqiy qirg'inchilik Sharq Turkistonda yilmi davomlashmoqda. Dünya miqyosidagi ba'zi hukumat va parlamentlar Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qaratgan umumyuzlik hujumini aybladi va irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qildi. Ikkinchi dunyo urushidagi fasist hokimiyati sodir qilgan cho'ng qirg'inchilik va boshqa nurg'ulg'an vahshiyliklarga qarata inson huquqlarini qo'llashga va'da berib, 1945-yili xalqaro hamkorlikni tashkillagan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bugungi 21 asrdagi Sharq Turkistonda Xitoy sodir qilayotgan irqiy qirg'inchilikni ko'rmasga solmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Majlisi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashining Xitoyga qarshi harakat qilmasligi fasist Xitoy hokimiyatining ishg'ol qilgan Sharq Turkistonda 8 yildan beri irqiy qirg'inchilik davomlashtirishi va kuchaytirishiga yo'l ochdi. Nurg'ulg'an qurilishlar va organlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotini Sharq Turkistonga jiddiy turda berib ziyorat qilish, Xitoyning irqiy qirg'inchiligini tekshirishga chaqiriq qilgan bo'lsa, bu chaqiriqqa sal qaradi. Yaqinda yana 5-oyda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson huquqlari komissari Mashal Bachelet Sharq Turkistonni ziyorat qilgan bo'lsa, Xitoy Xalq Jumhuriyatining Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarata tekshirish olib bormay qolmasdan, balki yana ayblay olmadi. Ali komissar Mashal Bachelet Sharq Turkiston haqidagi xalqaro dokladni e'lon qilishni uqtirgan bo'lsa, Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Ali komissar Mashal Bacheletga besim ishlatib, dokladning e'lon qilinishining oldini oldi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati va dunyo miqyosidagi Sharq Turkiston jamiyatlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashi, Inson huquqlari oliy komissarini Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va uning sistemasini monopol qilib olishiga yo'l qo'ymaslikka, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga sal qarashni to'xtatishga, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ahdnomalarini oyoq osti qilishiga yo'l qo'yishni to'xtatishga, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi haqidagi dokladini darhol e'lon qilishga chaqiriq qilamiz. Biz yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish qarorini ma'qullashni talab qilamiz. Biz yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyati va mustamlikasini oxirlashtirish uchun Sharq Turkistonning besilingan mustamlika qilingan davlat ekanligini jiddiy e'tirof qilishga, mustamlika qilingan davlat Sharq Turkiston va xalqining mustaqilligini qayta asliga keltirishga chaqiriq qilamiz. Har yili Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarni o'z ichiga olgan xalqaro jamiyat qayta takrorlanmasin va'dasini yangilaydi. Ammo cho'ng qirg'inchilikning yana bir turi bo'lgan Sharq Turkistonda Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan 21 asrdagi irqiy qirg'inchilikni qasddan ko'rmasga soladi. Xonimlar, apandilar, xalqaro jamiyat qayta takrorlanmasin deb va'da qilgan irqiy qirg'inchilik ikkinchi qatam Sharq Turkistonda yuz bermoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va uning a'zo davlatlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasiga amal qilib,
Birleşken Devletler Teşkilatı ırkıy qırgınçılık ahdnamesi boyunca bergen va'dasiga asosan Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarata majburiyatini ado qilishi kerak. Biz Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo barliq davlatga vakillik qiladigan amaldorlarni o'z ichiga olgan Birleşken Devletler Teşkilatı amaldorlarini Birleşken Devletler Teşkilatı irqiy qirg'inchilik ahdnomesini qo'llab, fasist Xitoy hokimiyatiga qarshi o'rnidan dast turishini talab qilamiz dedi. Lager şahidlerinden Gülzira Sharq Turkistondagi barliq Turkiya xalqlarining turma va lagerlarga qamalganligini, uchirgan zulmini anglatdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nı Xi Jinping başçılıqidagi Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqirdi. Tursunay Ziyavdinmi yurak so'zlarini aytdi. Teşkilatın aldılar biz buna hazır kilip özümüzün narazılığını bildiriş için namayış kılatımız. Çünkü buna bir kempiden çıkan Gülzira olkan mecburi emgek sivatkan özü işlep kelgen hem Uygurlarının mecburi emgekine kulluk sivatkan öz közünden koygan ayol. Men bu kançılık kırgıncılık buğan öz beşimden ötküzüp şu depsendicilikle uçurap kelgen ayol. Fakat halkara deydiğinin Xi Jinping'in bu yağın aldamcılık işlenmesini ümit kılma. Biz buna haqiqiy paketler aldı turuptu. Dünya bunu bilip turuptu. En ahir deydiğini men hazır bugün BDT'nin aldığı kelip, muş bayraklarını kırıp, arasında Xitay'nın bayrağını kırıp bek hayran kaldım. Aşında muşunda isil devletlerin arasında Xitay'daki bir kırgıncılık yapılan, genosid yapılatkan bir adam kılpının çıkan, insaniyetin çıkan bir cinayet yapılatkan bir devletin bayrağının turuşunu bir yerde bek nüfus kuvvetine bütün devletlerin bu bayrağını ip taşıtışını ümit kılma. BDT'nin ırkıy kırgıncılık dokladını tezirek çıkışını biz Uygurların kırgıncılık uçurvatkanlığı için haqiqiy bir iş kılışını ümit kılma. Bunda nurgulluğa ayol kızlarımız, kancılgan ayollarımız eşede Xitay'ın kırgıncılığı uçurat ölüvatıdı. Ben bu şu Xitay'ın kırgıncılığı hayatımın yarımından ayrılgan bir ayol. Bu men paketi. Şunun için halkaranın biz işinişini Xitay'a işenmesini ümit kılma. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkilotining New Yorkdagi Birleşken Devletler Teşkilatı baş shtabining oldida qilgan namoyishi axborot vositalarida xabar qilindi. O'ttir Sharq ko'zining 26-iyul kuni Birleşken Devletler Teşkilatı Uyg'ur dokladini e'lon qilgandan keyin irqiy qirg'inchilikqa sherik deb ayblandi degan temada e'lon qilgan xabarda Birleşken Devletler Teşkilatı bu yilning boshida Xitoyni ziyorat qilgan bo'lsa-mu, atalmish Xinjiangdagi Uyg'urlar turma lagerlarga qamalayotgan ahvol haqida doklad e'lon qilmadi. Uyg'ur jamiyati namoyish qilib, Birleşken Devletler Teşkilatı'dan Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratgan irqiy qirg'inchilikqa to'g'risidagi dokladini e'lon qilishni talab qildi va Birleşken Devletler Teşkilatı'dan iborat dunyo organining Beyjingning dokladini bostirishiga yo'l qo'yganligini aybladi. Seshanba kuni Manhattanning markazidagi Birleşken Devletler Teşkilatı baş shtabining sirtida bir turkum namoyishchilar egiz plakatlarni ko'tarib, dokladning e'lon qilinishini va Sharq Turkistonning mustaqil davlat ekanligini e'tirof qilishni talab qildi. Sharq Turkiston sürgünde hükümetining bosh ministri Salih Xudoyor O'ttir Sharq ko'ziga siz Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan ayblanishdan qutulganligini ko'rasiz. Nurg'un taraflarda Birleşken Devletler Teşkilatı'ning Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turolmasligi yoki hatto mohiyatlik bayonot e'lon qilmasligi Birleşken Devletler Teşkilatı'ning irqiy qirg'inchilikqa sherikligini ko'rsatib berdi. Xitoy masxir qilib avtonomiya deb ataydi. Amaliyotda mustamlikachilik, assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilik yurgizadi. Birleşken Devletler Teşkilatı bu dokladning 2022-yili 31-avgust Meshal Bachiletining vazifa o'tash muddati to'shishdan burun e'lon qilinganligiga kafolat berdi. O'tgan bir qancha yilda Birleşken Devletler Teşkilatı Xitoy izchil yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikqa butunlay sukut qildi. Sal qaradi dedi. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti 2004-yili Washingtonda sürgündagi rasmiy hukumat sifatida qurilib, Xitoy Xinjiang Uyg'ur avtonom rayon deb atalgan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga tirishyotdi. Sharq Turkiston sürgünde hükümetining a'zolari Uyg'ur va Sharq Turkiston diasporasidagi 10 necha tashkilotga vakillik qiladi. Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq oliy komissari Meshal Bachelet bu yil mayda Xitoyni ziyorat qildi. Ammo hozirga qadar 12 million Uyg'ur o'ltiraqlashgan atalmish Xinjiang vaziyati to'g'risida hech qanday doklad e'lon qilinmadi. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti Birleşken Devletler Teşkilatı'nı hiç bir zaman ishga oshmaydigan keng ko'lamda tekshirishga chaqirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq oliy komissarligi ishxonasi O'ttir Sharq ko'ziga oliy komissarning 31-avgust
vazifa yüklash muddati to'shishdan burun uni e'lon qilishga va'da berganligini aytdi. Reuters agentligi Xitoy hukumatining dokladning e'lon qilinishining oldini olish uchun Birleşken Devletler Teşkilatı'na besim qilayotganligini xabar qildi. Salih Xudoyor Sharq Turkistondan 7 yosh vaqtida ayrilib, oilasidagilar bilan siyosiy musofir sifatida Amerikaga kelib, Oklahoma shtatida o'tirishgan. Amerika armiyasida turgan Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatini qurib, Amerikaning Uyg'ur masalasi uchun harakatini qo'zg'agan. Tramp prezident bo'lgan mezgilda 2020-yili Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunining ma'qullashiga yo'l ochgan deyildi. Rishi Sunak saylan faoliyatida Xitoyga qarata yangi cheklovlarni yo'lga qo'yish to'g'risida va'da berganda Xitoyning Angliya uchun cho'ng bir tahdid ekanligini aytdi. Independent, ya'ni Mustaqillik torining 25-kundagi xabariga qaraganda, Rishi Sunak Xitoyning Kongzi institutini Angliyadan cheklashga va'da berib, Xitoy davlatini Angliya uchun eng uzun muddatli tahdid deb atadi. Bu bayonot agar Sunak apandi keyin bosh ministr saylansa, Xitoyga qarata hukumat siyosatining bir qadar qattiqlashishidan darak beradi. Yaqinqi bir necha oydan buyon Sunak apandining muhofizkor rahbarligining raqibi Liz Trussmo tashqi ishlar ministri bo'lgan vaqtlarda Xitoyga qarata barg'ansiri qattiq muomala qildi. Uning eng yangi e'loni, ya'ni Xitoy hukumati mablag' solgan ko'rinishda madaniyat va til markazlari hisoblanadigan G'arbdagi tanqidchilarning aytishicha, G'arb bilan Xitoyning munosabatini yiriklashtirishga yo'l ochadigan Xitoyning tashviqot vositasi hisoblanadigan Angliyadagi 30 Kongzi institutini taqashga aloqador bergan va'dasi sobiq bosh ministrning davlat bexatarlik salohiyatini mustahkamlash harakati deb qaraladi. Sunak apandi Xitoyni Angliyaning texnikasini o'g'irlab, universitetlarga singib kirish bilan aybladi va chet elda ular Putindan nefrat etib olib, Tayvanni o'z ichiga olgan qo'shnilarini bo'zaq qilishga urinish orqali Putinning Ukrainaga tajovuz qilishini qo'llaydi. Ular taraqqiy qilayotgan davlatlarni yengili bo'lmaydigan qarzga bo'g'ib qo'yib, buni mol-mulkni talon-taroj qilish yoki beshiga diplomatik qurol tanglashga ishlatadi. Pul birligiga besim qilish orqali dunyo iqtisodini o'z manfaatiga uyg'unlashtirib aldaydi. Ular Hong Kong va Sharq Turkiston xalqini tutqun qilib, qiynab, mingisini yo'yib, kishilik huquq dafsanchilikka yurgizdi dedi. Xitoyning texnik tajovuzchiligiga qarshi turishda dunyoni yetaklaydiganligi to'g'risida va'da bergan Sunak, Angliya universitetlarini 50 ming funt sterlingdan ortiq chet el mablag'i hamkorligini oshkorlashga majburlashdek oliy ma'rif qonuniga tuzatish kirgizishni yo'l qo'ydiganligini aytdi. U yana Xitoyga texnik jihatdan yordam bera oladigan yoki harbiy qo'llanishchanligi bor bo'lgan Angliya Xitoy tadqiqot hamkorligining hammasini tekshirishga va'da berdi. Shundaqla ingliz istixborot tashkilotining doirasini kengaytirib, Xitoyning sanoatdagi josuslikqa qarshi Angliya korxonalari va universitetlarini qo'llaydiganligini, Xitoyning muhim sohalarga solgan mablag'i bilan aloqador andishlar orasida Xitoyning Angliyaning asosliq mol-mulklarini sotib olishining oldini olishga ehtiyoj yoki emasligini tekshiradiganligini, Xitoyning universitetlarni o'tkazib olishini to'xtatadiganligini, Angliya shirkatlari va ommaviy organlarini tip-tinch bo'lgan tor bexatarligi bilan ta'minlaydiganligini, Amerika prezidenti Bayden va boshqa dunyo rahbarlari bilan hamkorlashib, G'arbning Xitoyga bo'lgan andishlarini yo'qotish uchun Xitoyga taqobil turish iqtidorini o'zgartiradiganligini aytdi. Xitoyga qarshi Parlamentlar ittifoqining birlashma raisi Ian Duncan Simis Xitoyning Manga va Angliyadagi 4 parlament a'zosiga jazo bergan. Hong Kongdagi tinch demokratiyani ilgari surguvchilarni rejimsizlikcha bostirib, Tayvanga tahdid solgan, Janubiy dengizni qonunsiz ishg'ol qilgan, Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizgan va universitetlarimizga ta'sirini oshirganligiga qaramay, yaqinqi 2 yilda Moliya ministrligi Xitoy bilan iqtisodiy kelishim tuzishga zo'r kuch chiqardi dedi. Liz Truss xonimning bayonotchisi Liz tashqi ishlar ministri bo'lgandan buyon Angliyaning Xitoyga tutgan maydonini kuchaytdi va Xitoyning tajovuzchiligining kuchayishiga qarata xalqaro inkas qaytarishga yordam berdi dedi. Mustaqillik uning uchun o'lishni bilgan ammaning haqqidir deydi Mustafa Kemal Atatürk. Mustaqillik uchun o'lishni bilmagan ammo qulluqqa, xo'rliqqa mahkum. O'lim har kimning peshonasiga bitilgan qismat. Qulluqda 100 yil yashagandan mustaqillik uchun kurash qilib, izzat sharafi bilan o'lgan a'lo. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.